Sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Maktablarning birida juda go'zal muallima bor edi. Juda latofatli bo'lsa-da, hanuz turmushga chiqmagan, balki umuman oila qurish niyati ham yo'qdek edi. Hamkasblari undan nima uchun turmushga chiqmagansiz? Axir juda go'zal qizsiz, deb so'rashdi. U esa shunday dedi. Bir ayolning 5 ta qizi bo'lib, 6-chisiga homilador edi. Eri unga agar bu safar ham qiz bo'lsa, uni qo'llarim bilan uydan chiqarib tashlayman, deb tahdid qilardi. Baxtga qarshi ayol 6-qizini dunyoga keltirdi. Eri ham so'zini ustidan chiqib 6-qizini qo'liga olib, xufton namozidan keyin masjid ostonasida qoldirdi. Bomdod namozidan avval kelib qarasa, chaqaloq qo'yib ketgan joyida turibdi. Uni hech kim olib ketmabdi. Noiloj ota qizini uyiga qaytarib keldi va kechgacha onasi oldida qoldirdi. Xufton namozidan keyin chaqaloqni yana masjid eshigi oldida qoldirib ketdi. Bomdod vaqtida yana qizini qaytarib olib keldi. Bu hol 7 kun davom etdi. Onaizor esa 7 kun tinimsiz qizi uchun Qur'on o'qib, duo qilib o'tirardi. Ota o'z ishidan zerikib, qizni uyda qoldirishga qaror qildi. Bundan ona juda xursand bo'ldi. Ozgina muddat o'tib, ona yana homilador bo'ldi. Bu safar o'g'il. Lekin katta qiz farzand to'satdan vafot etdi. Ona 2-chi o'g'ilni dunyoga keltirdi, ammo 2-chi qiz ham vafot etdi. Shu zayl har safar o'g'il tug'sa, bitta qiz dunyodan ko'z yumar edi. Ona 5 o'g'ilni dunyoga keltirdi, lekin 5 ta qizini qabrga qo'ydi. Faqat otasi qutulishni istagan kenja 6-qizgina tirik qoldi. Keyin esa onaning o'zi bu foniy dunyoni tark etdi. Hozir o'sha qiz ham, ukalar ham ulg'ayishgan. O'sha otasi xalos bo'lishni istagan 6-qiz kim ekanini bilasizlarmi? O'sha qiz menman. Otam qarib qolgan, unga qaraydigan hech kim yo'q. Men barcha xizmatlarini qilaman. Taom hozirlayman, xullas nima parvarish bo'lsa, o'zim qilaman. Turmushga chiqmasligimning asosiy sababi ham mana shu. 5 ta ukam esa otamni ziyoratiga kelib turadilar. Qaysi biridir bir oyda biri, yana qaysisi 2 oyda bir qorasini ko'rsatib ketadi. Otam esa menga nisbatan go'dakligimda qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib, har kuni yig'laydilar. Muallif Sakina ijodkorlari. Sokinlik istagan ko'ngillar uchun.